$100 hamyon sotib olib, ichida bir tiyin pul bo'lmagandan ko'ra, $10 hamyon sotib olib, ichida $90 bo'lgani yaxshi. Nima dedinglar? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Yakkasaroy rayonida joylashgan 4 xonali uyni obzorini qilib ko'rsatamiz. Qani, bo'lmasa ketdik. Kirish qismimiz, kirganimizda bizda bu yoqda chap tarafimizda detskiy xonamiz bor. Mana bitta kravatimiz o'rnatilgan, krashinli shkoflari bor. Bu yoqda mana dars qilib o'tirishlari uchun joylar, mana oynamiz ham bor va mana tumbichkalari bor, konditsioneri, xullas ideal darajada. Do'stlar, bu yoqdan zal o'rnida bemalol foydalanasiz. Hozircha bu yoqqa kojinli yumshoq mebelni qo'yishgan, jurnalli stullarimiz va gilamlarimiz ham Turkiya gilamlari ishlatilgan 6 talik stul qo'yilgan hurmatli obunachilar. Topli pol bor. Topli pol bo'lishiga qaramasdan mana bunaqa batareykalarimiz ham bor uyimizni isitish uchun. Bu yoqda oshxona qismimiz joylashgan. Oshxona qismimizni texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Hoffman texnikalari o'rnatilgan. Mana bu yerda gaz plitalarimiz va mana bu narsa borki, mana qozoningizga suv to'ldirish kerak bo'lsa, bu yoqqa olib borayotmaysizda, mana shuni o'zidan shunda to'ldirib qo'yaverasiz. Shunaqangi yaxshi narsalarni o'rnatishgan. Bu yoqda moykalarimiz bor. Bu yoqqa 4 tali stolni qo'yib turib ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu yoqda stroyni shkafimiz ham bor. Mana kiyimlaringizni bemalol ilib qo'ysangiz bo'ladi, mana bizga o'xshab. Xo'p, koridor bo'ylab kelganimizda bizni mana bu yerda sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimiz ham kengina, yorug'. Bu yoqda esa bitta kattalar spalnisi, mana spalnilari, lustralar, konditsionerlarimiz va bu yoqda esa komodlarimiz, shkoflarimiz. Bu Novostroykamiz, Nux ko'chasida joylashgan kompleksimizning nomi esa Nux Avenue hisoblanadi. Xo'p, etajimiz 9-etaj. Bu yoqda o'zini sanuzeli, bittasi bu oxirgi spalnimiz, kattalar spalnisini va bu yoqda mana spalnilari, komodlari, qaranglar, lustralarimiz, mana kartinkalarimiz, xullas ideal darajada aytib o'tganimizdek, mana bular o'zining shkoflari, qaranglar, mana bilan zo'r o'ylashganda ichida qidirayotmaysizda, mana shu yerdan o'chirib foydalanaverasiz. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 210 ming so'ralyapti. Xudo xolasa kelsanglar, chiroyli narxlar qilib beramiz. Sizlar bilan Muhib Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.